Hozirgi vaqtda bozor faqat eng kuchli korxonalargina omon qoladigan ulkan raqobat maydoniga aylanmoqda. Bu kurashda esa omon qolishi mumkin bo'lgan bozor o'yinchilaridan biri bu innovatsiyaga yo'naltirilgan korxonalardir. Innovatsiyalar yangi bozorlarga kirishga va mijozlarning yangi ehtiyojlarini qo'ndirishga yordam beradi. Tushunganingizdek, bugungi mavzu innovatsion tadbirkorlik. Innovatsion tadbirkorlik tijorat faoliyatining bir turi bo'lib, maqsadi texnik va texnologik yangiliklarni yaratish va innovatsiyalarni xalq xo'jaligining barcha sohalarida tarqatish orqali foyda olishdir. Uning oddiy tadbirkorlikdan farqi shundaki, u korxonani rivojlantirishning yangi texnologiyalarini yaratish, boshqaruvning yangi shakllarini qo'llash, yangi mahsulotlar yaratish kabi yangi usullarni qo'llaydi. Innovatsion tadbirkorning vazifasi yangi texnologik ishlab chiqarish imkoniyatlarini o'zlashtirib, boshqalardan farq qiladigan mahsulot yaratishdan iborat. Masalan, xom ashyoning yangi manbasini ochish yoki yangi texnik vositalarni ishlab chiqarish tufayli. Shunday qilib, innovatsion tadbirkor doimo yangi imkoniyatlar izlaydi. Innovatsion tadbirkorlik korxonaning moliyaviy faoliyati bilan bog'liq risklarni o'z zimmasiga olishga tayyor. Axir, har bir yangi mahsulot iste'molchiga kerak bo'lmaydi. Mahsulot yoki xizmat innovatsiyalardan foydalanish orqali o'z xususiyatlariga ko'ra eng yaxshi bo'lishi kerak. Mahalliy korxonalarning mahsulotlari import qilinadigan tovarlar bilan raqobatlashishga majbur. O'z navbatida, innovatsion faoliyatdan foydalanish intensivligi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining umumiy darajasiga ta'sir qiladi. Shu munosabat bilan innovatsiyalarga keng tarqalgan chaqiriqni kuzatish mumkin. Innovatsion faoliyat ko'p bosqichli kadrlar tayyorlash tizimini yaratish va korxonalarda innovatsion ishlanmalarning tizimini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha ilg'or boshqaruv qarorlarini amalga oshirishni talab qiladi. Masalan, ta'lim faoliyati, fiskal choralar, tajriba almashishni rag'batlantirish va boshqalar. Innovatsion faoliyat ushbu chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshirishni talab qiladi va nafaqat davr voqeligi va talablaridan kelib chiqib, balki innovatsion tadbirkorlikning asosiy missiyasini amalga oshirishga intilayotgan boshqaruv xodimlari darajasida ham e'tirof etilishi kerak. Ya'ni, doimiy ravishda yangi narsa yaratish.